Assalamu alaykum. German tilini öğretken dostlar, yaxşımısızlar? Bugün 5. diyalogni ögünümüz. 5 saat bo'ldi, bir mezgilning yaqin men videolarni ishlab chiqaramay qoldim. O'zim sal aldirash bo'lib qoldim. Ammo bundan keyin qo'limdan kelicha yana videolarni bu yerda dialoglarni davomlashtirmay, undan keyin grammatikalik videolarni qisqa qilib ishlab chiqarishga tirishaman. Inshaalloh sizlarning grammar tili o'rganishinglarga, nemis tili o'rganishinglarga ozroq bo'lsin foydasi bo'lar. Ammo bugun qaraylik 5. dialogimiz. Du bist nicht Clara. Yani sen Clara emas. Nicht degan bo'lishsiz jumla quradigan so'z g'o. Clara ist ein Papagei. Yani papagay degan shatut degan gap, qush, yani bir qushning ismi. Shatut deb bilamiz g'o, endi insonlar do'rab gap qila oladigan shatutni ko'rsatdi. Endi bu yerda bir xato tushunish bo'ldi-ku. Alex degan bir dada, Marcel deb o'g'li bor. Undan keyin bu dadaning bir qiz do'sti keldi uyga. O ismi Mia. Yani bularning uchini o'rtasida bo'lgan dialog, ama Mia Clara'ningki shatutlikni uqmaydi. Boshqa bir ayol kishi deb xato tushunib qoldi. Amsa bu qanday xato tushunishgan dialogning ichida ko'rib baxaylik. 5. dialogimiz. Du bist nicht Clara. Sen Clara emas. Marcel kommt aus der Schule nach Hause. Hört etwas im Wohnzimmer. Yani Marcel maktabdan uyga keldi. Aus der Schule. Yani maktabdan. Aus dintin. Nach Hause yani uyga. Nach G deb tushunsanlar bo'ldi. Yo'lnishni ifodalaydi. Hört etwas im Wohnzimmer. O mehmonxona uyda, yani bir salonda mehmonxona uyda bir ovoz angladi. Ve şu uyga kirdi, mehmonxona uyga kirdi. Marcel dedi ki, "Oh, du bist nicht Clara." Yani, "Ha, sen Clara emaskansan-ku," dedi. Yani Marcelga nisbatan uyning ichida ovoz chiqardigini shu shatut qushi deb o'ylaydi-da. Shuni bilan Mia deydi. "Nein, ich heiße Mia. Dein Vater und ich haben ein Date." Yani, "Yo'q, mening ismim Mia. Seni dadang va men, dein Vater und ich haben ein Date." Yani bir ko'rishimiz bor. Yani bular tezroq chiqmoqchi ekan, yani ashta o'yladim. Undan keyin Marcel deydi, yani bu o'g'il deydi. "Oh, hallo, ich bin Marcel." Ha, yaxshimisiz? Men Marcel. Mia. "Hallo Marcel, dein Vater ist im Badezimmer. Ist Clara oft hier?" Yani, yaxshimisan Marcel? Seni dadang suvxonada yoki ist Clara oft hier? Yani Clara doim bu yerga kelamdi, deydi. Marcel bunga jeden Tag, yani her kuni deb javob berdi. Mia. Jeden Tag, yani qaytirib savol so'raydi. Her kunimi deb qaytirib savol so'raydi. Chunki Mia bilmaydi Clara'ningki qushliqini, yani shatutliqini uqmaydi. Boshqa bir ayol kishi deb o'ylab qoladilar. Marcel deydi. "Mein Vater spricht jeden Morgen mit Clara." Yani mening dadam har kuni ertaganda Clara bilan paranglashadi. Shuni bilan Mia so'raydi. Deydi, yani, "Ich möchte alles über Clara hören." Yani men Clara'ga munosabatlik. Über Clara. Über degan ma'lum narsa haqida yoki shuni munosabatlik deb ishlasanglar bo'ldi, yani. Ich möchte alles hammasi, yani men Clara'ga munosabatlik hamma narsalarni anglashni xohlayman, deydi. Shuni bilan Marcel tushundirdi. "Okay. Ich mag Clara auch." Yani men Clara'ni yaxshi ko'raman, lekin aber degan gap. Sie spricht zu viel. Yani u bek jiq gap qildi. "Mein Papa liebt sie." Yani mening dadam uni so'ydi, yaxshi ko'rdi. Lieben degan yaxshi ko'rish degan gap. Mia deydi shuning bilan. Liebt sie. Yani u Clara'ni yaxshi ko'ramda. Dein Vater kann nicht zwei Freundinnen haben. Yani sening dadangning ikki qiz do'sti bo'lmaydi deb achchiqlaydi. Shuning bilan das ist nicht okay. Bu to'g'ri emas, bu xato deydi. Shuning bilan uydan chiqdi. Mia verlässt die Wohnung. Yani Mia uydan ayrıldı. Alex kommt in Wohnzimmer. Yani dada bo'g'chi Alex mehmonxonaga kirdi. Shuni bilan so'rdi. "Wo ist Mia? Mia nerede?" Marcel, yani o'g'il javob berdi. "Sie hat ein Problem mit Clara." Yani uning Clara bilan bir masalasi bor ekan. Alex. "Oh nein, Mia, warte bitte. Clara ist unser Papagei." Yani Alex tushundida nima sababligini, nima shunday bo'lganini. Shuni bildi. "Yo'q, Mia saqla, men saqla.
Clara bizningki şatutimiz, u başqa ayol kishi emas dedi. Şunu bilan bu chaqda Clara bayamnaqa jimjit turgan Clara, ya'ni shatut ovoz chiqarishga boshladi. Auf Wiedersehen Mia, ya'ni Mia xayr xo'sh. Şunu bilan bu dialogimiz oxirlashdi. Endi men bu dialogda ya'ni ba'zi so'zlarning ma'nolarini deb tarjima qilib o'tdik. Men faqat hamda aus degan bu so'zning namkin tafsiliy ma'nosini yozdim. Ya'ni buning bir necha xil ma'nosi bor. Birisi ichidan sirtqa qarata bir yo'llanishni ifodalaydi. Masalan, aus der Schule kommen, ya'ni maktabdan kelish. Aus der Schule, ya'ni maktabdan, din. Andan keyin ikkinchisi qarasanglar tug'ilgan yer, mansub bo'lgan davlat, manba deganlarni bildirdi. Masalan, siz nerdan kelgan, yangi german tilini boshlagan vaqtida, sen nerdan kelding, sen qaysi davlatga tava degandek savollarni so'ragan vaqtida, masalan, men Turkiyadan keldim deganlar, masalan, ich komme aus der Türkei deydi. Ya'ni manbani bildirdi. Üçüncü bulab vaqtni bildirdi. Masalan, Bilder aus seiner Kindheit. Ya'ni balliqidagi rasm, uning balliqidagi rasmlar. Anda yani birisiga bir narsani yasagan ishlatgan materialni bildirdi. Masalan, der Ring ist aus Gold. Ya'ni uzuk oltindan yasalgan. Oltin uzuk, kumushdan uzuk deb deymiz-ku, qaysi nima materialdan yasalganligini. Anda yani birisiga masalan, ma'lum bir ishning sababini bildirdi. Masalan, men sana yordam qildim, chunki sen ish chaqirtganligim uchun. Ya'ni sen ish chaqirtganligim uchun sen yordam qildim deb ma'lum sababini deymiz-ku. Ya'ni masalan, aus Mitleid. Ya'ni sen ish chaqirtishdan mehr shafqatimdan sana yordam qildim degan o'xshash yerlarda ishlasanglar bo'ldi. Amsa inshaalloh bu video sizlarga ozroq bo'lsin, german tili o'rganishinglarga ozroq bo'lsin yordam bo'lgandi. Amsa keyingi videoda ko'rishaylik. Auf Wiedersehen.